Original Mebel kompaniyasi taqdim etadi. Assalomu alaykum. Hozir biz Hoffman magaziniga keldik. Asosan biz Hoffman mahsulotlarini qo'yamiz. Hoffman, Ariston, Smek bitta kompaniyaga tegishli hisoblanadi va segmentlarga ajratilgan. Hoffman hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan texnikalardan bittasi hisoblanadi. Hoffman o'zi katta mahsuloti. Ariston, Smekdan olinadi. Dizaynda yoki qanaqadir texnik shartlari Ariston, Smekdan olinadi-da, Xitoyga yaxshi zavodlarga zakaz qilib, Hoffman brendi bilan O'zbekistonga kirib keladi. Ko'p ishlatganimiz uchun bu yerga syomka qilishga qaror qildik va ko'p beriladigan savollarga shu yerda o'zida javob berib ketmoqchimiz. Hoffman Xitoyda yig'ib kelinsa ham hozirgi kunda 3 yilga kafolat beriladi. Servis sentri o'zida mavjud. Servis sentr shu yerda o'zida sotib olganimizdan o'zida sirazi yozib beriladi. Buni ustonovkasi pulli hisoblanadi. Ustonovkasi bizani bolalar qo'ysa, bizani hisoblangan narx, mebelni narxi ichiga kirmaydi. Bolalarimizdan o'zi bilan gaplashib qo'ydirishingiz mumkin. Xuddi servis sentr qanaqa ustonovka qilib bersa, ular ham qilib berishi mumkin. U biza javob bermaymiz. Servis sentr xohlasa mana texnika sotayotganda servis sentr nomerini olib, mebel qo'yib ketilgandan keyin texnikani qo'ydirish mumkin. Garantiyasi unda ham bunda ham beriladi. Undan tashqari mebelni zakaz qilish paytida biz mebelni ko'p gapirganmiz. Razmer bizga kerak, muhim hisoblanadi. Mikrovolnovka, duxovka, xolodilnikning razmerlari, vichkani razmerlari muhim hisoblanadi. O'shaning uchun birga ishlashimiz kerak bo'ladi. Biz chertoj berayotgan paytda siz razmer aytgan bo'lishingiz kerak. Sotib olmagan bo'lsangiz ham. Vichkalarimizda bunaqa vichkalar asosan 60 talik, 90 talik versiyalarda bo'ladi. Duxovkalar har doim 60 ga 60 bo'ladi. Vichka misol uchun 90 talik qo'yilsa, 60 talik poverxnost qo'yish mumkin, 75 talik qo'yish mumkin, 90 talik qo'yish mumkin. Joyidan kelib chiqib ishlatiladi bu narsaga. Hozirgi kunda 75 santimetrli vichkalar ham chiqdi. Hoffman brendining yana bitta yutuqlaridan bittasi klassik stilda vichka, duxovka, mikrovolnovkalar hammasi klassik stilda xuddi Smekkiga o'xshab yasalgan bo'ladi. U ham bitta yutug'i hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin bularni ham. Bitta savol tug'iladi. Vichkani ko'mirli qo'ysam va primo havoni chiqarib yuboradigan qo'ysam farqi nimada degan savol bor. Har doim bu bo'ladigan savol. Bir xil joylarda teshishga sharoit bo'lmaydi. Shu holatda sirasiz javob beramiz. Har bitta komplekt sotayotganda ko'mir ichida bo'ladi, komplektni ichida bo'ladi. Ko'mir qo'yiladigan bo'lsa, vichkani kuchi misol uchun 500 watt bo'ladigan bo'lsa, 20% ga kamaytiradi, 400 wattni tortadigan bo'ladi. Har 3 oyda keyin ko'mirni almashtirib turishga to'g'ri keladi. Farqi shunda. Original Mebel kompaniyasi taqdim etadi. Hoffman brendining yana bitta ustunlik taraflaridan xolodilniklar ham o'zida bor. Ko'p brendlar xolodilnikni отдельно sotishadi. Hoffman'da 60 talik, 80 talik, 90 talik razmerlari bor va встроенный xolodilniklar ham bor. Ko'rishingiz mumkin bularni ham. Qiladigan ish. Original Mebel kompaniyasi taqdim etadi. Smek brendimiz 1948-yildan beri Italiyada ishlab chiqariladi. Hozirgi kunda O'zbekistondagi eng premium va качественный
texnika hisoblanadi. Buni ham ko'rishingiz mumkin sifatini. Buni ham sotib bizdan sotib olinmaydi, bu yoqqa kelib sotib olishingiz mumkin. Original mebel kompaniyasi taqdim etadi. Assalomu alaykum. Bugungi videomizni Ariston firmasidan olamiz. C5 da joylashgan bu joy. Bu yerda bizani shartnomamiz bor va biza tomonidan kelgan mijozlarga 10% lik skidka beriladi. Undan tashqari 10% lik skidkadan tashqari bizani nomimiz aytilsa yoki bizga berilgan diskont kartani berilsa, yana 5% skidka qilib berishadi. Ariston o'zi Italiyada va Yevropani Polsha davlatlarida ishlab chiqariladi. Har xil mahsulotlar bor bu yerda. Asosan встроенный mebellar bilan mashhur hisoblanadi. Aytgan edim, Ariston, Hoffman, Simek bilan bizning do'g'orlarimiz bor. Bemalol kelib, solishtirib, bu yerga senlikda qo'yilgan narxlardan arzon narxlarda sotib olishingiz mumkin. Do'konni bitta qisqacha rolik qilib olamiz va yana foydali maslahatlar berib boramiz. Original mebel kompaniyasi taqdim etadi. Assalomu alaykum. Navbatdagi video obzorimiz posudomoyka haqida bo'ladi. Posudomoyka ishlataymi, ishlatmaymi, qo'yaymi, qo'ymaymi degan savollar juda ko'p bo'ladi bizda. Endi o'zbekchilikda ko'pchilik ayolim yuvsin degan erkaklarni biz bilamiz. Kerak emas, qo'ymayman degan joylar bor. Endi oilaviy muhitda komfortli narsa, zo'r narsa qo'ysa, puliga stoyit bo'lsa. Misol uchun bu narsa qaysidir holatda odamlarni oldida nima bo'ladi? Buni puliga ikkita konditsioner olaman degan joylar ko'p bo'lgan. Buni mebelni qo'ydirib qo'yib, posudomoykani qo'ydirib qo'yib, olinglar, o'rniga shkaf yasab beringlar yoki posudomoykani o'zinglar sotib beringlar degan joylari ko'p bo'lgan. O'sha narsani chuqurroq o'ylab, keyin qaror qabul qilishni aytgan bo'lardim. Posudomoyka qo'yaman deganlarga buni to'g'risida shunday tushuntirib o'tib ketsak, bitta idishni, komplekt idishni qo'ygandan keyin bu 45 minut yuvadi. 45 minut yuvadi, lekin tozaligiga o'zini graduslar berib, o'zi tozalab yuvadi. Uni texnik narsalar, joylarni bitta texnika sotganchilar tushuntirib berishadi. Bizga nima kerak? Qanaqa posudomoyka kerak? Mebelga qo'yish uchun mana shunaqa встроенный posudomoyka olish kerak. 10 tagacha bo'lgan odam yashaydigan xonadonga 45 talikni tavsiya qilamiz. 15 tagacha odam yashaydigan xonadonga 60 talikni tavsiya qilamiz. 60 talikni qo'ygandan keyin ko'pincha holatda duxovkalarni tagiga qo'yib yuboriladi. Buni razmeri 82 sm bo'ladi. Kir mashinalarga o'xshab 85 bo'lmaydi, 82 bo'ladi. Bizga mebel balandligiga aloqasi bo'lmaydi. 45 taligi mebellarni joylashtirganda shunda oddiy eshikni razmerdagi xuddi o'shanda tushib ketadi. Shuni hisobga olish kerak bo'ladi. Ba'zi turlari bor, uni mebelga ishlatib bo'lmaydi. Hozir uni ko'rsatamiz. Mana bu turdagi posudomoykalarni mebelga ishlatib bo'lmaydi. Ishlatsa bo'ladi, lekin fasad bilan qoplab bo'lmaydi. Buni ko'ryapsizlar, fasad qotir bo'lmaydi. Bu yerda xalaqit qiladi bu joyi. Undan tashqari fasad qo'yganimizdan keyin ochilishlari noto'g'ri bo'lib qoladi. O'shaning uchun bunaqa posudomoykani отдельно o'zi qo'yib qo'yiladigan joyga qo'yishni tavsiya qilamiz. Yana qo'yayotgan joyda buni orqasidagi chuqurligi katta-da buni. O'shaning uchun moykani yonidagi korpusga remont paytida joy qoldirib ketishni tavsiya qilamiz. Moykani oldiga qo'ygan yaxshiroq. Buni orqasidan chiqayotgan trubalarni moykani tagidagi smesitel anaqa trubalarga ulab yuboriladi. O'shanga mana shunaqa posudomoykani tavsiya qilmaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar, keyingi videolarni ko'rib boringlar. Original mebel kompaniyasi taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Navbatdagi video obzorimizni kir mashinani kuxonniy mebel, oshxona mebellarini oldiga joylashtirish kerak emasligini aytamiz. Agar xonadoningizda, sanuzilda yoki prachniy xonada joy bo'lsa, o'sha yerga qo'yib yuborgan yaxshi. Hozirgi kunda kir mashinalarining balandligi 85 sm chiqyapti. Oldingi kir mashinalarini oldida tepadagi krishkasini olib tashlasa bo'lardi. Mebellar razmeriga ta'sir qilmasdi. Hozirgi kir mashinalarini kuxonniy mebelga qo'ygandan keyin o'z-o'zidan bu 85 sm bo'ladi. Buning ustidan stoleshniца ketadi. 3 sm oddiy stoleshnicada, 4 sm искусственный mramorda joy oladi. O'z-o'zidan mebelni balandlashishiga olib keladi bu. Endi buni qilgandan keyin balandlashib ketadi. Sizga hozir bilinmaydi u balandlashgani, lekin udobstvada bilinib qoladi. O'shaning uchun kuxonniy mebelga tavsiya qilmaymiz. Agar mabodo iloji bo'lmay qolsa, joylashtiriladigan bo'lsa ham tavsiya qilamiz mo'ykani oldidagi korpusga mo'ljallashishi. Endi biz rovni bunga 60 sm joy qoldirmaymiz. Buni vibratsiya berishlarini hisobiga 62-63 sm joy qoldiramiz. O'shani ham hisobga olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mebelga kerak emasligini. Ertaga mebel qilib bo'lgandan keyin ko'p holatlarda bo'ladi. Kir mashina qo'yib yuboringlar yoki bitta korpusni olib tashlaylar-da, kir mashina qo'yinglar, yoniga planka qo'yib beringlar degan holatda ham biz mebelni ko'tarishimizga to'g'ri keladi. Qaysidir holatlarda mebelni ko'tarib bo'lmaydigan joylar bor. Penallarga ulangan joylar bo'lib qoladi va stoleshnicani tagidan tepadagi mebellarga ulanib ketadigan joylar bo'ladi. O'sha joylarda biz qiynaladigan joylarimiz. O'shaning uchun proyekt qilayotgan o'zida mo'ljallab ketish kerak va bunga tokka ham qoldirib ketish kerak bo'ladi. Imkon qadar mo'ykani orqasiga qoldirib yuborish kerak. Rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi videolarimizdan kuzatib boringlar. Original mebel kompaniyasi taqdim etadi. Assalomu alaykum. Navbatdagi video obzorimizni stroyniy холодильник olaymi, olmaymi? U to'g'risida bo'ladi. Hozir biz Hotpoint salonidamiz. Mana shu холодильник 326 litrli холодильник bo'ladi. Stroyniy bo'ladi. Mana biz 60 korpus tashiymiz. Холодильникning o'zi mana o'zi ichi 55 bo'ladi, 54 bo'ladi. Ikkita chetidan zazor qolishlari, o'zi men bakalarning hisobini olgandan keyin razmer qisqaradi. Bu boshqa холодильникlarga nisbatan kichkinaroq bo'ladi. O'shani hisobidan olish kerak bo'ladi. Bizga точный razmer olingan bo'lishi kerak mebel olishimiz uchun. Mana ko'rishingiz mumkin, stroyniy morozilkasi nisbatan boshqa холодильникlarga nisbatan kichkina bo'ladi. Mana buni hozir 60 korpusga deyiladigani bor va 75 korpusga deyiladigani bor. Hozir sotib yuborilgan ekan, ichida qolmagan ekan. Shu narsani ham aytib o'tmoqchi edik. Oldindan mebelni razmerlari kerak bo'ladi biz uchun. Rahmat, sog' bo'linglar. Mana shunaqa kuxonyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, buyurtma beringlar. Original mebel kompaniyasi taqdim Navbatdagi video obzorimizni kuxonniy mebelga qanaqa mikrovolnovka oladigan. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladi. Imkon qadar stroyniy mikrovolnovka olish kerak. Sababi unda havo aylanish sistemalari tepasidan, yonidan emas, tepasi va pastidan aylanadi. Bu mikrovolnovkalarimizda kichkina bo'ladi, qanaqadir funksiyalari o'sha bilan bir xil bo'lishi mumkin. Narxi 2 barobar arzon bo'lishi mumkin buni. Endi bunda ikkita chetidan 5-5 joy qoldirishimiz kerak, tepasida 7 sm joy qoldirishimiz kerak. Buning uchun biz mebel bilan planka qilib aylantira olmaymiz. Bu toza havo aylanadigan joy bo'lishi kerak. O'sha narsani tushuntirib bermoqchi edik. Havo aylanishi uchun, ertaga pojar bezopasnosti uchun bunga shu razmerli joy kerak bo'ladi. Qaysi biridan tanlashingizga qarab turib qo'yib yuboriladi. Endi buni narsani ko'pincha penal qilamiz. Penalni eshikli qilamiz.
uni ichiga umuman ko'rinmaydigan mebeldan yasalgandan keyin umuman ko'rinmaydigan versiyada qilsa bo'ladi. O'shanda buni tavsiya qilamiz. Bo'lmasam stroyni olgan yaxshiroq. Imkoniyatga qarab. Endi hot point oling yoki qofma oling emas, xohlaganingizda olishingiz mumkin, faqat chetidan havo aylanishini hisobini olinadi. Biz zavzor qoldirib ketamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi videolarimizdan ko'rib boringlar.